Xorazm diyorlarida tarbiya topgan odamlar islomni qilichi bo'lgan. Islomni qilichi deb nomlangan. Chunki Qur'oni Karim Makka da Madinada nozil bo'ldi va bu arablarga nozil bo'ldi boshlang'ichi. Arablarga xitob qildi, arab tilida xitob qildi. Keyin bu butun insoniyatga xizmat qilishligida Xorazm turklarining roli bo'ldi. O'sha mashhur Sulaymon Shoh shu yurtlardan borib Anadoluga borgan, Saljuqiylar bilan maslahatlashgan. Uni o'g'li Ertug'rul, uni o'g'li Usmon, Ertug'ruldan keyin Usmon o'sha Alp Aslonlardan, Sanjarbeylardan yer olgan. Turkiyaning Anadolu joylarida. Bu paytda yurt deyilgan, yurt olgan. Sizlarda ham yurt deyiladi. Olgan, keyinchalik islomni qilichiga, islomni haqiqiy mujohidlarga aylanishgan.